Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda 3 ga 4 rasmini oddiy usulda tayyorlashni ko'rsatib o'taman. Buning uchun biz noutbukimizga mana bu dasturni yuklab olgan bo'lishimiz kerak. Google ga kirib, shu dasturni yuklab olsangiz bo'ladi. Va biz birinchi Google ga kiramiz. Va bu yerga Code Pro Passport deb yozamiz. Mana o'zi kelib chiqdi. Shunga kiramiz va birinchisiga kiramiz. Va bizga mana shunday oyna ochiladi. Mana bu qizil joyini bosamiz. Qizil joyini bosganda biz saqlanib qilib olgan rasmlarimizni chiqarib beradi. Mana saqlanib qilib qo'ygandik va shu rasmni ustiga bitta bosib открыть qilamiz. Hozir mana bu joyga tushirib beradi azizlar. Mana azizlar, ana bunaqa oyna ochiladi. Hozir rasmimizni ham tushirib beradi. Biz 3 ga 4 rasmni tanlaymiz bu yerdan. Mana загрузка bo'lyapti. Hozir o'zi tayyorlab beradi rasmimizni 3 ga 4 qilib. Mana azizlar, rasmimizni tushirib berdi. Va mana bu joydan 3 ga 4 rasmini tanladik va rasmimizni mana 3 ga 4 qilib taxlab berdi. Endi Doni degan joyni bosamiz va mana bu avvalgi holati. Mana bu esa hozirgi holat. Mana bu yerdan davom ettirishni bosamiz. Ingliz tilida yozilgan. Continuous deb yozilgan. Demak, mana bu yerdan kiyim tanlasak ham bo'ladi. Mana bu yigitlarning kiyimi, mana bu ayollarning kiyimini chiqarib berdi. Bu yerda bolalarning kiyimini chiqarib beradi. Hozir bizda ayollarning kiyimi kerakligi uchun ayollarning kiyimini tanlaymiz. Xo'sh, kiyimimiz mana shunday edi. Endi bu yerdan kiyim tanlaymiz. Mana shu kiyimimizni tanlaymiz. Mana azizlar, kiyimimizni chiroyli qilib biz tanlaganday qilib taxlab berdi. Va mana bu yerdan davom ettirishni bosamiz. Doni deb yozilgan, shuni bosamiz va mana shu rasmni bitta bosib yuqoriga ko'tarsak, bizga rasmni рабочий stolga yoki ana bunaqa qora oynaga tushirib beradi. Va buni mishkaning o'ng tugmasini bosib kopировать картинку
qilamiz va bu kapirovat bo'ldi va buni sвернут qilamiz va ana bu joydan Photoshop dasturiga kiramiz. Bizga qop-qora oyna ochib beradi hozir. Mana qop-qora oyna ochildi. Demak, buning chetiga fayl bor. Shuni bosib sozdat qilamiz va mana bu joyga kirib Mejdunar format bumagaga kiramiz va OK qilamiz. Va bizga mana shunday oq listni chiqarib berdi. Biz kapirovat qilib olgan rasmimizni mana shu yerga tashlaymiz. Buning uchun mana bu chetdagi belgichaga bosib, keyin bu yerga vставить qilamiz. Mana rasmimizni tushirib berdi. Demak, buni ustiga bitta bosib, kapirovat qilib vставить qilamiz. 6 ta rasm kerak bizga. 1 2 3 4 5 6. Mana 6 ta rasm tushirdik bu yerga. Mana endi bularni to'g'irlab chiqamiz. Mana azizlar, 6 ta rasmimiz. Bu ortiqcha. O'chiramiz bunisini. Mana shuni keltiramiz bu yoqqa. Mana azizlar. Endi buni pechatga beramiz. Mana bu yerdan printerimizni tanlab olamiz. Bizning printerimiz tanlangan. Demak, bu yerdan pechat deb yozilgan joyni bosamiz. Va продолжitni bosamiz. Mana azizlar, rasmimizni ham chiqarib oldik. Mana shunday oddiy va tez 3x4 rasmini o'zingiz ham tayyorlasangiz bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.